بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما عين الأعور برغلام كجوادم لبقاسا bunun qarta cinayet işinip qalsa quyvatsa ko'zni فللعلماء فيه قولان أحدهما أن فيه الدية كاملة. bunun mush birla ko'z bo'lg'achqa mush ko'zni quyitib qalsa kurash iqtidori yo'qoldi bo'lgan ekan to'liq diyat tepdi. وإليه ذهب مالك وجماعة من أهل المدينة وبه قال الليث وقضى به عمر بن عبد العزيز وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري فيها نصف الدية كما في عين الصحيح. bu bir ko'z olgan ekan saq odamning bir ko'zni quyatsa yerim diye kelgan ekan buni o'xshashlam yerim diye kildi debdi. وهو مروي عن جماعة من التابعين. وعمدة الفريق الأول أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعا لغير الأعور. bu bir ko'zi odamning bir ko'zi saq odamning ikki ko'zining o'rnida degan dalil ekan. ya'ni bu xuddi qiyosdan kelgan dalilga o'xshash. وعمدة الفريق الثاني حديث عمرو بن حزم يعني عموم قوله وفي العين نصف الدية. hadisda وفي العينين الدية deb kelgan. ikki ko'zda to'liq diyat qildi degandan yerimida, ya'ni bir ko'zda yerim diyat degan. وقياسا أيضا على إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدية. يعني bir qo'li olam adam bo'lib qolsa shu bir qo'lidan kesib o'tib qolsa yerim diyat qildi deb ijmo kelgan. Undan keyin mushuni ijmo o'rnida qiyos qilmaymiz demoqchi. فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس ومعارضة القياس للقياس. ومن أحسن ما قيل في من ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها يعني كوزنا طلق بكاقلات مبتور لكن كوزنا عاجز تلغم درجة أوروب زخملان بگم بوسا مشو مثلا برطرف قلستا ديلگن قراشلانınki en yaxşısı مشو اقالette boğan qaraş şeydi. umum degani va fil aynayni diya degan. Ashadisning umum lafzi qiyosga taqishib qoldi. Qiyos deganimiz bir ko'zni ikki ko'zi odamning ikki ko'ziga qiyos qilish. Umum qawlihi degwa umum qawlihi va fil ayni yani va fil aynayni diya degan ashadisning umumi hozir qiyosga taqishib qoldi. Qiyos nima desa bimanzilati man lahul aynayn bimanzilatil aynayn jami'an lig'ayr al-a'war degan shu. Bimanzilat degan shu o'xshaydi degan gap. Ash qiyos hamda. Va muaradatul qiyas al-qiyas degan birinchi qiyos ay bimanzilatil aynayn jami'an lig'ayr al-a'war deb ko'zi saq odamga qiyos qildi. Ikkinchisi ijmoning o'rnidagi bir qo'li odamni kesib etsa yerim diyat kiritdi. Undan keyin shuni qiyos qilsak demoqchi. Yani bir qo'l yo'q odamga bir qo'lliq bor odamga buni shu bir qo'lni kesib etsa hozir to'liq diyat kelmaydi. Ikki qo'lni kesib etsa to'liq diyat kiritdi. Bir qo'lni kesib etsa yerim diyat kiritdi. Bir qo'lni loyiq diyat kiritdi. Undan keyin ikki ko'z yo'q bir bilan ko'z odamningki shu ko'zni quyib etsa yerim diyatni qilish kerak degan qiyos. Lekin Allohdan bir ko'zni ikki ko'zni o'rtasida qolib yani shu sizlar kechikchigachgan demak shu qo'lning deydi yerim diyat. Qo'lning deydi-da shu qo'lni kesib etsa yerim diyat degandan deydi. Undan sonra bir ko'zi odamning bir ko'zidan quyatsa yerim diyatda ikki ko'zni quyatmadi. Agar ikki qo'lni kesib etdimi yo'q bir qo'lni kesib etdi. Me'adim bir ko'zni quyat ikki ko'zni emas. Shu qiyos degan gap shunday bo'ldi. Qo'lga qiyos qilyapti hozir. Demak shu qiyosi avni yana bir qiyosiga zid keldi. Yani bir ko'zi bo'lgan bilan buni ikki ko'zi odamning ikki ko'zi bilan tang bo'l. Ikki ko'zning rolini o'ynaydigan ko'z. Agar mush ko'z yo'qolib qolsa, ikki ko'z yo'qolib ketgandek qiladi odamning hech kim ko'rmaydi demak. Ko'zni qo'lga qiyos qilmaydi. Qo'lga ko'zni qiyos qildi. Demak hozir qiyos taqashdi. U qiyosni ko'tarib chiqdi, bu qiyosni ko'tarib chiqdi.
Lekin endi hadisninki va fil aynayni diya degan ekan, buning mafhumul muxolifa chiqsa, ikki ko'zda to'liq bir diya degan ekan, bir ko'zda yerim diya ekan degan mazmun chiqib qoldi. Lekin bu ham dalilli xitob. Hammalar e'tirof qilmaydi, ba'zi e'tirof qilgan. Demak, unda bo'lsa bu ixtilof hozir bunda bo'lishi xili jalliq ixtilof. Yani ikki tarafninki xil asosi bor. فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس. Bundan ekan ularning mush masalasiga talashtirilishi ash hadisning umumi qiyosda qashdi, ya'ni avning yana bir qiyosi, ma'lum bir qiyosga talashib qoldi. وإن أحسن ما قيل في من ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها. Birisinin ko'zini urib, azroq zaxmlantirib, buning kurash quvvatini ojizlatgan bir ahvol bo'lsa, mush masalada eng yaxshi bir hal qilingan chora yoki eng yaxshi bir deyilgan so'z mushu deydi. Maruya min zalika an Ali radhiyallohu anhu annahu amara billadhi usiba basaruhu bi an usibat aynuhu as-sahih. Bir ko'ziga bir urib zaxmlantiribdi. Sonra bu ko'zdan unda to'liq qo'yilib ketmay, kurash quvvati ozib ketib qopti. Lekin buni qanchalik darajada zaxmlandi degan ayirish uchun mana bir usul qo'llanibdi. Saq ko'zini tanib qo'yib, va ata rajulan baydatan fantalaqa biha. Bir kishiga bir tuxumni tutibdi. Tuxum tutib, jiraqlab o'tiribdi. Va huwa yanzur ilayya hatta lam yusra. Taki jiraq akitivergan bo'lganini ko'rdim tuxumni degan qadar minibdi odam. فخط عند أول ذلك خطا في الأرض. كومدم دقيقة بعض شغلات من برسس بيبتو. تخم كترب كتب آدم نادوا موسى شو توان جاهل سلسلته. ثم أمر بعينه المصابة فعصبت وفتحت الصحيحة. عندن صح كوزن شوتب زخملان كوزن تنقيا تخمنا يعني عندك كترب ما. وأعطى رجلا البيضة بعينها أشتخم أذن بردم جان. فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى خفيت عنه. كوزن غايب بون قدر كرمد من ده دين قدر من يمتو. فخط أيضا عند أول ما خفيت عنه في الأرض خطا. كرمد من ده يادان تخم كترب باغن قدم شيء برسس. ثم علم ما بين الخطين من المسافة. عندن أشك سزقن أرلقدك المسافة بلق يبتو. وعلم مقدار ذلك من منتهى رؤية العين الصحيحة. أن صح كوز كرالجن يادن بو قنشك أرلقنا جلبتو ده بيسولبتو. فأعطاه قدر ذلك من الدية. مثلا اللي متر ده صح كوز اللي متر جاء تخون كربتو. لكن زخلم جن كذا 30 متر دكان كربتو. Solar 20 metrni bir solsak, 50 tugadigan bo'lsak, 20 tugilam keldi deymiz. ويختبر صدقه في مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بأن يختبر ذلك منه مرارا شتى في مواضع مختلفة. أنا برقة النبوة كوجا الناس أنا كورمدم ده بيلغنا يتد جق تجاوش يعني يقول الله مسلم ده برقة الميادة يعني برقة الجيادة her türlü orunda neşketim başında sınıf baksa hem mislinki okşaş çıkıp kalsa şu boyutu sağlayılmazmış. Peki hazır doktorlar şimdi daskıda oturaplan olmasına ya kompüteri karaplan bunun derecesine belgileyerek. فإن خرجت مسافة تلك المواد التي ذكر واحدة علمنا أنه صادق. برنامج قدم سنغانك أخشى الشخص رأس الكم بدر شو بيجة تلم برماز. واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة الشكل. القائمة الشكل ديان تقتل صح كوزدك لام. لكن كما يدغان التي ذهب بصرها كراش قوته كتفاغان لكن أمليتا خرسا صح كوزدك كورنغان. Muş ko'zni quyutib qolsa qanday tulam qildi deganda olimlar ixtiloflashdi. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة فيها حكما. إمام مالك إمام شافعي وأبو حنيفة bunda hukuma var. Hukuma deganni biz bir qadam tushunib o'tdik. Shunday ko'maydan ko'zganda bu. Ko'z ko'rmaydi ekan. Lekin saq ko'zda ko'rinadi. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه فيها عشر الدية 100 دينار. Bunda to'liq bir diyatninki 10dan birini beramiz. Ya'ni 100 tugidan 10 tuga.
وحمل ذلك الشافعي على أنه كان ذلك من زيد رضي الله عنه تقويما لا توقيتا وقت يوقت توقيتا يعني بيختبرش belgilesim takvim degan qimmatini baholash. Demak bu yerda bu bekitib berish emas, bunda bir qimmatini baholash degan yuztaga muqim bekitib o'tgan yo'q demoqchi. Imom Shafiy bunda ta'lim qildi. Tafvid degan uni qo'ldan ketkizib o'tish degan. Umuman to'g'ri chiqmaydi. Mana bu tavqit. Aslida tavqifmi deymizmi? Ha, bekitib berish, belgilab berish. Yaxshi, belgilab berish. 100 dinar belgilab berdik, vaqt belgilangan. 100 dinar emas, qachonda ashunda bir ko'zni kuyitib qolsa, davomli 10 tuga, ya'ni 10% diyet. Shunda bekitimiz deb bekitib o'tgan yo'q. Lekin shu vaqalikda hamda bir hukuma qilib, hukuma bo'yicha buni baholab qo'yibdi ekan. Yana bir vaqa olib qolsa, baholaydiganlar 15 tuga deb baholashi mumkin. Yani şu hükümet biz. İmam Şafii şu hükümet qildi. Bunun qimmati aslında 10 tirishdan demekçi. Tavhid olsa Rasulullah bekitibdi. Yani Zeyd radhiyallohu anhu Rasulullah bunda bekitib bergan bo'yicha biz buni shunda hukm qildik deb bunda qilgan emas. Shu hukümet qildi. Baholab qolsa shu 10 tiga qimmati chiqdi, 10 tiga berdi degandek. İmam Şafii aslında tushunibdi. Boshqalar yo'q aslında bekitish bor deb tushunibdi. وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهما قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منها ثلث الدية. Ömer bilan Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuningki ikkilandin kay rivoyatda bular ashunda ko'rmaydigan saq ko'rinadigan ko'z, ya'ni ko'rish quvvati yo'q, taqib tursa ko'z kuyitilgan ahvolda yana shalla degan palaj qo'l bor, lekin tutmaydigan, ishlaydigan qo'l. Buningda vasin savda qardab ketgan tish. Buningda har birda sulufid diya deb hukm qilgan dedi. Hozir shu sulufid diya degan to'liq bir diyatningki uchdan biri yoki shu bir ko'zga, bir qo'lga, bir tish qildigan belgilangan diyatning uchdan biri. Yo'q, qachon bo'lishi kerak? Shu a'zoninki diyetininki 3dan biri. Masalan, bir ko'zda 50 tugyapti, shunami? 50 tugidan 3dan biri desak, bu bir notoyatlik narsa bo'ladi. Aliflamdagi to'g'rilar o'zining diyeti qolsa, shu diyetimiz belirtilgan to'g'ri. Balkim. Lekin sinni savdo qilganda sulusi diya kamida bo'ldi. Mesela bir şişte 5 tüy gitti. Hadi anda sulusu diyalog olsa 100 tüyninki 3'ten biri 33 tüy gibi yapıyor. Bundan ki şu bir azaninki kildigan tüleminin 3'ten biri. Ve qala Malikun tatimmu diyetus sinni bisudade. Bir kişi qardab kelsa to'liq diyet kilidi. Hadi İmam Malik yuqorqi qarashdan boshqa qarash qildi. Yuqori qarashda qardab kelsa sulusi diya degan 5 tugining 3dan biri deganda hozir yadibdi qardab kelsa to'liq bir kishning diyeti qildi 5 tuga thumma fi qal'iha ba'da sudadiha diyatun zaxmadan shudan qardab kelsa bundan mesela qardab kelsa o tishning go'zalligi yo'qaydi. Balki qardab ketgan tushib tish bo'lishi mumkin, ya'ni tugashgan tish bo'lishi mumkin. Demak, İmam Malik qardab kelsimi to'liq bir tishning to'limi keldi debdi 5 tuga. Xuddi tishni qumurib tashlayotgandeklar, sundirayotgan, chiqayotgandek. Summa fi qal'iha ba'da sudadiha diyatun. Ondan qardab ketgandan keyin qardashda bir diyat, ya'ni 5 tuga. Yani qardab ketgan tishni yana bir sikilib chiqarsa yoki qumurib bilsa yana 5 tuga keldi. Oldiksi yuqorida ketgan tishni qanday qarashlarga Ma'ul ashunda zaxmlantirib qaraytayotgan. Vaqtalafa ulama fi al-a'war yafqahu 'ayn as-sahih. Bir ko'zi odam, ikki ko'zi odamning ko'zini quyitib qolsa qasdan
yuqorida sah ko'zvadan bir ko'zvadan qilayotganing gapi bo'lgan. Hozir aytsin. Faqala al-jumhur in ahabba falahu al-qawad. Khalisa qisas aladi. Qadrna alayka an-nafs bin-nafs wal-ayn bil-ayn degan ekan. Khalis qisas aladi. Wa in afa falahu diya. Endi qisas amma apuqlitay lekin diyet alay deb qolsa nasim bo'ldi debdi. Qala qawmun kamilatan. Birinchi qarashda in afa falahu diya degani ash bir ko'zning 50 tuga deysini oldi degan vaqtda ma ba'zida yo'q shu 100 tugin oladi. Lekin bu bir ko'zni nuqlatdi. Shunami? Bu xuddi bir ko'z odamning bir ko'ziga o'xshab turib, bir ko'z odamning bir ko'zni qilayotgan taqdirda to'liq diyet kiritdi deydigan batimi. To'liq diyet kiritdi, normal bir ko'zni qilganda ashun bir ko'zning qimmatida diyet olamiz degan bo'lsin. Kamilagina shu to'liq bir insonning diyeti. Va qala qawmun nisfaha. Yermi yoki bunday bo'lishi mumkin. Kamila degani 50 tuga kamila. Va qala qawmun nisfaha degan 25 tuga degan bo'lishi mumkin. Bu ehtimol bor. Kulgan ko'z bir. Balkimda men 25 ta bana qamas lekin diye kamillanibdi. Bir ko'zni qilganga 100 tuga kamil desa, ma'u nisfa degan 50 tuga bo'ldi. Diye kamillansa bir ko'zningki to'liq diyetini oldi deb qolsa, bu chog'da ma'u nisfa degan 25 tuga degan bo'ldi. Xuddi aning bir ko'zni ikki ko'zning o'rnida qo'ygan bo'lsa, mana ikki ko'zi hozir 4 ko'zga ko'rinadi bundan. Nemiga bir ikki ko'zni qo'yayotgandimi shu? Agar bir yakkashlardan ikki ko'zni olganda, ikki ko'zni ko'rishni hisoblasak, ana ikki ko'zi mana bir ko'zi tamolda, shuning uchun yerini yer. Amma ko'zni hisoblasak, ana yakkashni bo'lsa ikki ko'zga mana ikki ko'z shuning uchun ikki ko'z bor shu. Ayni sahih. Aynay as-sahih emas. Ayni as-sahih. Bu bir ko'z bo'lishi kerak. وبه قال الشافعي وابن القاسم وبكلا القولين قال مالك إمام مالكتن شو إشكالي قراش كبتو وانا وبالدية كاملة قال المغيرة من أصحابه وابن دينار وبالدية كاملة شو يستقد ينبلش ممكن وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فقعت عينه إلا القود أو ما اصطلحوا عليه الكوفيون إمام أبو حنيفة وأشاقل له قصداً أهوالدا يا شو قصص لم كلدون مش متعين إن قصصنا أبوقلت قاسا ديجي يتكلدا شوق سلح ولدو دب قرغم بوغاشقا مش نرد وعمدة من رأى جميع الدية عليه إذا عفى عن القواد قصصا ما يمن دب قاسا طلق دية تليدو ديالنا دليل أنه يجب عليه دية ما ترك له وهي العين العوراء Hazır onun to'lish kerak bo'ldig'ini shu jinoyatchininki bir ko'zini bo'ldimda kuymay deb qo'yib qo'ydigan shu bir ko'zning to'limi kirdi. Shu bir ko'zning to'limini bular ikki ko'zning o'rni deydi, ikki ko'zning rolini o'ynaydigan ko'zda deb to'liq bir insonning diyetini deganda. Qashqadaryoda ikki ko'zi bor qo'yayotganmi? Yo'q, bir ko'zni kerak. Bir ko'zni qo'ymasa va çıkışlarından bir yakın bir kısmı koyuyoruz. Bunun da kadronu koyuyoruz bu diye. Koymayan ki şu kadın da yüzüğünü aldığını bekliyor. Şu asli kısas hazır. Cinayetçinin bir lam gözüne koyut işte. Yani şu bir lam göze, çık gözün orada yüzüğünü göz abi. Daha onu apoklayatkendiken kısas kıymayı diyendiken yüzüğü bedelini eriş lazım dedi. Ve yediyetun kamiletun inde kathir min ehlil ilm. Yüzüğü demek için. ومذهب عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم أن عين الأعور إذا فقعت وجب فيها 1000 دينار. Bularning musabilninki qarashi ashi birli ko'zi odamning bir ko'zining shu ba ko'zi shu bir shu ko'zni quyitib qolsa 1000 tilla to'liq diyet kiritdi deb qaraydi. Li'annaha fi haqqi fi ma'na al-aynayn. Çünkü bu bir ko'zi dunyoda bor yo'q shu bir ko'z bor. Lekin bu boshqalarning ikki ko'zning o'rnida turadigan ko'z. Shundan qimmati bor ko'z bor. Go'har. Bir ko'zni qo'ysa, uningki badliga ko'zni qo'ygan badliga bir to'liq ketsa, agar bir yakka berib uni ikki ko'zni qo'yayotgan bo'lsa, uni qisqasi kelmaydi bo'lsa, qisqasi kelmaydi, yuziga osib o'tdi. Bu yana olib bo'lmaydi.
Şu buningdan qanday hisoblab baqsizlar? Buningda shu e'tiroz qilingan bir qarash chiqadi. Yüz e'tirozsiz chiqmaydi. Shunda yaqinlashtirib qo'ydi. Hozir ayolga qarab boqaylik. Chunki bu ko'z saq ikki ko'z odamning ikki ko'zning o'rnida turadigan ko'zdir deydi. Kiltayhima illa al-aynal wahida. Aziz man ta'tir tushaysa, mesela direksiyadan bir ko'zni turmasa, asaqadan bir ko'zni tutish kerak. Tushunammi? Endi ikki ko'zni turgan ko'zdir u. Bu eshikdan bir ko'zni to'liq aloqa qilgandan keyin qarashtirib olma, ikki ko'zni turganda ikki ko'zni o'rnida turgan bo'lgandan keyin. Oxirgi kelganda birini vücudu emas, lekin to'lagatadi, to'liq to'laydi deyapti. Bunda ikkili ko'zni qo'yay desa, bir ko'zi lamba, ikkisi yo'q. Demak, Umar, Osman va Ibn Umar radhiyallohu anhumning qarashi bir ko'zi odamning ko'zi quyitilib qolsa, bu ming tillolik ko'z bo'ldi debdi. Chunki bu ikki ko'zning o'rnida lal aynil wahida. Demak, bu bir ko'zning o'rnida emas, saq ikki ko'z odamning ikki ko'zning o'rnida turadigan shunda go'har ko'z bu deydi. Faida tarakaha lahu, endi bir ko'z ham bakan bo'ldi, qisas olmay deb qo'yib qo'ysa, vajabat alayhi diyatuha. Qisas olmay tashlab qo'ygan shu ko'zning diyatini de, qo'yib ketganning diyati emas. Hozir shu saq qo'yib qo'ygan ko'zning diyatini berish lozim. Asli qo'yish kerak bo'lgan ko'z qasitda shu bish ko'z odamning shu bish ko'z itdi. Shu ko'zni qo'ymadik. Qo'ymagandan keyin buning o'rnidagi pullanmoqchi. Buning qimmat qanchakda yuzta ketdi. Ma'lumot tushunishi ham shunda ekan. To'liq bir diyet qildi shu. Degan qisas qanday bo'ldi deslar, o chaqda qisas kelmaydi deyishi mumkin. Bir qarashda. Nima uchun? Buni qisas olaydi, ikki ko'z yo'q. Bu masala yo'q buningda. Ana yana bir qarashcha, mush ikki ko'zning o'rnida mana bir ko'zi tang-tang hisoblaydi. Undan keyin mana ikki ko'zni qo'yayotgandan keyin mana shu ikki ko'zni qo'ydi, ikkisi ko'rmas bo'ldi. Wa umdatu ulaika al-baqa'u 'ala al-asl. Yani anna fil 'ayn al-wahidati nisf ad-diya. Demak, yerimi deganlar bir ko'zda odatda yerim diyet batda, unda bir ko'zni qo'yayotgandan keyin yerimni to'laydi debdi. Wa umdat Abi Hanifata anna al-'amda laysa fihi diyatun mahduda. İmam Abu Hanifa'nın dalili amdan jinoyat olib qolsa qisas qildi degan. Vojib bo'lgan qisas. Diyet vojib emas. Endi qisasni o'zi disib qolsa, apaqlasini bildirsa, o'zlari sulhilashib bir nimaga putishdi. Diyet vojib bo'ldi deb udil demaganda deydi. Undan keyin ya diya mahduda deb bir narsa yo'q. Wa innama sulhun. وهذه المسألة قد ذكرت في باب القواضي في الجراح. بزنا نشقتم تكرار وتبلغ. وقال جمهور العلماء وأئمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم إمام أحمد ومشراب بالله إن في كل أسبوع 10 من الإبل. Her bir barmakta 10 tüge diyet kıldı. Yani kolunun barmakına 10 barmak desek, her bir barmakta 10 tüge kıldı. Tutun barmakına 10 barmak ise her birisiyle 10 tüge kılışı mümkün. Mesela şu kolumuzun durumuna başka bir azallardan çıkış biriken onun ki mesela kolun yeri oldu. 10 barmak olsa 10 tüge çıktı. Şu yüzde geçiyor. Bedende çıkkınası olup kalsa toluk diyet kıldıdır. Ko'zni qo'ysa to'liq bir insonning deydi. Adam saqqasi mi? Ikki qo'lni kesib to'liq bir diyat. Ikki qo'lni kesib to'liq bir diyat. Hatto bir odamning ikki ko'zini qo'yib, tilni kesib, bunni kesib, olmos qo'yib, ikki qo'lni kesib 6 diyat qilish mumkin. Bir odam. Musaqlarni o'ldirmasmin bir diyat. Bir diyatdan qildi. Wa innal asabi'a fi zalika sawa. Yani jumhur deb qarada 10 barmaqning hammasi o'xshash, har birisi 10 tugidin. Ma bash barmaqda, ya ma chimsilaqda, yoki ma namusiz barmaqda buning azroq ko'proq deydigan ish yo'q. Wa inna fi kulli unmulatin thuluthul ushri illa ma lahu min al-asabi' unmulatan kal-ibham. Ana har bir barmaqning uchida, masalan, ma barmaqda hozir ikki beldan kuchamiz. 3 belanga ayrildi, ama bunun mesela üçüne unmula desek barmağının
Barmağını to'liq kesib etmay, uchiga bir bo'g'imni kesib etgan bo'lsa, sulusul ushr. Demak, ma 3 bo'g'im bo'lgan ekan, 10tagini 3ga bo'lib bilan bir bo'g'imda sulusni deymiz. Undaqda adolat bo'lmaydi. Bu bir barmoq asosiyatning ishlamaydi bu chog'da. Yo'q, Lekin ba'mi. Mana bir narsa tutish olsa yardım bo'ldi. İlla ma lahu min al-asabi'i unmulatan. Faqat unda bo'g'im ikki bo'lib qolgan barmoqlab qolsa, fa fi unmulati 5 min al-ibil. Masalan, ibhamni, bash madaqni mesela ikkidan bir bo'g'im bor, ikki bo'lakka ayrilgan. Undan keyin bir bo'lakni kesib etsa 5 tuga. Yani birini kesib etsa 10 tuga. Wa umdatuhum fi dalika ma jaa fi hadith Amr ibn Hazm أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل أسبوع مما هنالك 10 من الإبل من إنق نصا her birida mantıqda 10 mantıqda 8 7 demedi mana. وخرج عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع بعشر العشرة شنو بقول كده ياك بعشرة العشر سكملدو بعشرة يعني بعشرة بعيد مكسين عند العشر سه عشر الدية كاملة يمر يعني بعشر الدية ده بومم ده أجزرق رواية وسمو أنا يندشر بكتو وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهي عندهم على أهل الورق بحسب ما يرى واحد منهم في الدية من الورق أم ده bu cumhur 10 tuga dedi bir barmoqda. Endi tugamas, kumushlar qaz nechpilda hisoblaymiz desa, ash to'liq diyani nechpilda hisoblaydiganligi bog'liq. Ba'zi 12 ming deb hisoblaydi. 12 mingdan har bir 1200 dan deydi. Fahiya عندما يرى أنها 12000 درهم عشرها 1200 oldu. وعندما يرى أنها 10000 عشرها يعني 1000 oldu. وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع. ilgirki salaflarimizdan mushu barmoqning deydi nechpil bo'ldi deganda ba'zi o'xshamagan qarashlar keldi. Biz yuqori deganimiz mutlaq jumhur tanlagan qarash. Lekin salafda har xil qarashlar bor. Demak, shu biz tanlagan qarashmi? Salafning ba'zining qarashi. Ma'vo yana ba'zi salafning qarashi. Yani bu cumhur bir qarash tanlagan bo'lsa, yani bu faqat salafning emas, ma boshqa qarashli salafning deganda bunda tushunsa bo'lmaydi. وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الأصابع. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الإبهام والتي تليها بعقل نصف الدية. Hazreti Ömer'den müşna rivayet yaptı. Başmada kılan körset kuş barmak ikisini kesip etken ahvalda nisf diye. Nisf diye dediğimiz kolunun diyetinin 20 degen. Bir kolunun diyeti 50 tügümütte ma iki barmakla nukluasa 25 tüger. Ma 3 barmak ve miyadadan billa 25 kalsa ma 25 yerleydi. Ondan bir barmak 10 tügül olmay kaldı. Unda bulmaydı. Aziz 25 olup gitti bu. Aslında 20 olsa gerekti cümlenin karşı boyunca. Lekin ma iki barmakning rolinin zikrini ko'z tutgan bo'lsin. Va fil wusta bi 10 faraida. Faraida masalan, o'ttir barmoqda 10 tuga demakchi. Bu udul chiqdi ekan. O'ttir olgandan keyin shu 10 tuga 10 tuga. Faraida degan shunday deyap demakmi? Bu faraida degan gap sol otib ketmi? Bunda no. Ha. Yani tuga degan gapga. ب10 أبعراد يندكب وفي التي تليها ب9 أنا نامس برمقتا 9 وفي الخنصر ب6 çimçilak barmakta 6 tügeripti. Demek 15 oldu. Oturiki 10 25 ikisi 25 50 dengar. وروي عن مجاهد أنه قال في الإبهام 15 من الإبل وفي التي تليها 10 وفي الوسطى 10 وفي التي تليها 8 وفي الخنصر 7 من ذا يسولبته بما يعني جغل سنة 50 çıkıyor. وأما الترقوة والضلع ترقوة أخرى son كده bu yanından işler bitirdiğim müştereke sonraki buluşum. والضلع قورغة sundursa çakırsa ففيهما عند جمهور فقهاء الأمصار حكما. Onda köpsük alimler hüküme var depti.
وروي عن بعض السلف فيها توقيت. يعني إنك برمانجلك كلدو ده بالجلجل مباكين من توقيت ينجب أنا شفته. وروي عن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الدرس بجمل. Hazreti Ömer'den muş rivayetinden qan. Muş rivayetten ular keldi az kishning masalasi o'tib qoldi. Lekin muş rivayetda tishning gapini kagachga birga kelib qo'ydi. Fiddrisi bijamal. Bir iziq tishni chaqivassa bir tuga. Va dil'i bijamal. Bir qo'rqida bir tuga. Adamda necha qo'rg'i bor? 18 mi? 17 bo'ldi. Jam bir qo'rg'i 18 degan gap bor. Bunda sana baksan oldu. Uğurlar onda sana meşhur bir söz var. Bu versi makal temsil. Cam bir qo'rg'i 18. Nimadan qo'rqimiz demakchi. Demak har bir qo'rg'ida bir to'ga debdi. Va fit tarquati bijamal. Oxirgi sonakdimi bir to'ga. Wa qala Sa'id ibn Jubayr fit tarquati ba'iran. Bu ikki to'ga debdi. Va qala Qatada arba'atu ab'ira. Qatada 4 debdi. Bu bo'lmasam da adam ketishi. وعمدة فقهاء الأمصار أن ما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت فليس فيه إلا حكومة. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منشلك يكتب بكتبه شو دعوة شو حكومة بلده دكتور. وجمهور فقهاء الأمصار على أن في كل سن من أسنان الفم 5 من الإبل. عندما başka mesele Eğizdeki her bir tişqa 5 tüge kildo deb jumhur shunda qaradi. Wa bihi qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa rawa Malik an Umar radhiyallahu anhu annahu qada fi ad-drs bi jamal. Mana bayatga rivoyat shu. Eziqchida bir tüge deb rivoyat etgan. Wa dalika fima lam yakun minha fi muqaddam al-fam. Drs degan shu tishning oldi tarafida bo'lmagan tishni eziqchishnimizga. Lekin de iziq tishningmi oldi tarafida bo'lganlarga boshqa, ishida bo'lganlar boshqa hukm qildi. Ishida bo'lganga bir tuga. Wa amma allati fi muqaddam al-fam fala khilafa anna fiha 5 min al-ibil. Og'izning oldi tarafida bo'lgan iziq tish bo'lsa, yan tarafda bo'ldi, oldi tarafida bo'lmaydi. U iziq tishga 5 tuga ekanligida unda talashtat yo'q demoqchi ekan. وقال سعيد بن المسيب في الأدراس بعيران إذا تشلادا هر بردا إشكتوجدن تلم كلدا. وروي عن عبد الملك بن مروان أن مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس رضي الله عنهما فقال أتجعل مقدم الأسنان مثل الأدراس؟ أولد تشلنا إذا تشلو أخشش بهالملا تسربت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو لم يعتبر ذلك إلا بأصابع عقلها سواء. برمقنمو تلملره أخشش برابر. أشون قياس قيسق مش دليل يترلك سنة دونش. Yani bu barmaqnamı sen çimçilaqtımı, baş barmaqnamı untugidilla misaldan dan tişnamı içlik tiş olsun eziqçiş. Aldidiki tiş olsun o'xshash hisobsan bo'lib turdi demak. Abdullah ibn şu geldi ekan bu. Sonra nasıl polisinin yanında sen bir kimsenin de o bir halinden bahs. Ha şu. Şuna itiraz ediyor. Adamlar başqa rastkilar kişiligiga az deytdik, oldidikiga 5 deytdik. Yella Ibn Abbasga itiraz qildi. Hammaga 5dan san bu ishlikchilar bu oldisi o'xshamaslardan degan barmoqni o'xshamaydiganlarimiz undan zuqqo. Raddiya veriladi. Mesela yarın kişinin biraz başka politik gerekir. Mesela ailede bu tür kişinin bir kıymetli kitapları yapılıyor. İnsanın bazı din işler. Endi turdaki kişinin kıymeti işletişilen, ko'rsatilgan manfaati bilan güzellik meselesi var. Endi ishlik kişinin manfaati oldirishnikidan yuqori. Bu tomoqni ezib chaynab bermasa, adam och qoladigan gap. Undan keyin tanishildi. Yani anın 50% rolü manın güzelliği. Lekin jumhurning qarashi shu kuchliq. Bunisi hadismi va fi sinni 5 min al-ibil dedi. Aniq nas. Shu hamisi bu kesib chiqib endi bu nekchichish degan masalaga taqildi. Sizlar tishinglar 30 ya 29. Aql chiqqan bo'lsa 30 bo'lishi mumkin.
Ani qarqashning 32. Ma arabning 32 bo'lishi mumkin, bo'lmayman xavf. Unda o'rniga ay eziq tishnacha 20. Uningni boshqa tishlar, magan tishlar oldidagi o'ttirchish, hammasi 6, ustida 6, 12. 20, 12. Shuni hisoblab qo'ysanglar hozir bir chiqadi. Mana 20 ni ko'paytimiz 2 ga 40 bo'ldi. Ya 2 dan degan gap borda. Fil adras ba'iran degan qarashni dardimiz hozir. Lekin jumhurnikidan bilsak 32 tishni 5 bilan ko'paytiringlar. 170 ta narsa uchun 170 ta narsa. Anda chiqasin mayli. Lekin men 2 dan eziq tishga 2 dan deganni hisoblab baqalar. 20 eziq tishni ko'paytimiz 2 ga 40 taga. Ondan 12 ni 12 magan tishlar oldi tishni 5 ko'paytsak 60. 40 60 100 dal chiqdi. Navki ma fil adras bayran deganni hisoblashda hali bir o'rin bor ekan. Bu to'liq diyetda ish ketmadi hozir bu. Avvalninki jumhurning ish ketdi. Mana jumhurning ish ketsa mayli degan bo'ldi. Ha, mayli deymiz. Lekin natija e'tibori bilan fidrasi bayran degan qarashning jini bor ekan. Ya'ni umumiy tishimizda hamma tishni tushirsa 100 tagilam kelgan bo'ldi inshaalloh. Mana natija e'tibori bilan to'g'ri chiqdi ekan. Endi har bir tishda 5 dan to'gay degan uning qarasak natija qanday chiqasin 160 taga chiqasimi? Shunda qayga yerda hisoblaymiz degan gap chiqdi. Tish to'g'risi eziq chiqilmasa o'ringa tish kamlari kimsaydi. Onda 100 chiqmaydi-da hisobsa. Kam bo'lsa 100 chiqib 5 dan hisoblaymiz. Umdatul jumhur في مثل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السن 5 من الإبل bir tishda 5 tugadi ekan 5 illam hisoblaymiz. Bu nas. وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أشهدت شنو كاغان deydi. Hozir وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده desa, shu hadisda shunda keldi desa, u mazhabata degan gapga to'g'ri chiqmaydi. Çünkü mertebete degan maktabning istilohida Buxoriy yoki Muslimda kelgan. Endi sayyidis degan bo'lishi mumkin, sabab degan. Wasmu sunni yantaliqu ala allati fi muqaddam al-fami wa muakhkharihi. Bunun dalili iziq tish olsun, oldi tish olsun, hammasi tish. Navda ashar bir tishda 5 tugi degan gapga shudir. Iziq tishning 5 tugi hisoblaymiz bence. وتشبيهها أيضا بالأصابع التي استوت ديتها وإن اختلفت منافعها. Barmoqning o'rindagi rol o'xshashimiz bor. Har biriga 10 dan tugidab o'xshash diyet belgilagan ekan, tishning vazifasi o'xshashimiz bor. Har biriga 5 dan tugidab hisoblaymiz deb bu qiyosan. Va amdada man khalafa baynahuma eziq tishga 2 tuga, oldi tishga 5 tuga deganlar bularning dalili anna ash-shar'a yujadu fihi tafadul ad-diyat li tafadul al-a'da. Ba'zi a'zolar bir-biridan shunda manfaat bo'lg'achqa buning to'limi bir-biridan farqli bo'lgan ahvollar bor. Ma'annahu yushbihu yakuna man sara ila dalika min as-sadr al-awwal inma sara alayhi an tawqif. Taxiyana ilgirkilardan sahabe tabiinlardan shunda fidrasi bayron, fidrasi jamal endi kelgan rivoyatda balki bo'ladi Rasululloh shunda belgilab bergan bo'lg'achqa Rasulullohning belgisi bilan amal shunda belgilagan bo'lishi mumkin. Bu ehtimol bor debdi. Lekin bu ehtimollar ojiz. Chunki hadisda sunna 5 min al-ibil deb aniq degan ekan, bu ehtimol ojiz. وجميع هذه الأعضاء التي تثبت الدية فيها خطأ فيها القوض في قطع ما قطع وقلع ما قلع. Yani muşu diyet belgelengen azalar biz hata kesip ötüp kalsa zahmından dönse diyet kıldığı muşular kasten kesip ötüp kalsa komur etse ya kesip ötüp kalsa kısas kıldığalığı da esas ittifak dedi. واختلفوا في كسر ما كسر منها. Endi kesirtib qumur o'tganda ittifoq sundirib o'tib qolsa, chekib o'tib qolsa. Misal saq va zira, masalan, pachiqni sundirib o'tgan,
belikini sundurup etken ahvalda hal fi qavadun amla bunda qisas var mı yok mu? Fadaba Malikun ve ashabuhu ila annal qavada fi kesr cemi'al idam illa al-fakhida ve sulb. İmam Malik bedendeki ustixonlar arqandan sundursa qisas qildi o. Faqat lam yutsulan belini sundurup qisas kelmaydi. Ne uchun esa yutsulan belini sundurish uchun qattiq bir narsani bir usaq ulab qo'yish mumkin. Xatarli. وقال الشافعي والليث إمام أحمد بن الله لا قصاص في عظم من العظام يكسر chiqayotgan sundirayotgan ustixonlarda qisas kelmaydi. Balki bular mumatala qilish ters degan bo'lsa. Ammo qisas kelgan uni to'lanib albatta. Endi qisas kelmaydi deyishda, bu dal o'xshash qiyg'ili bo'lmaydi. Balki buni qattiq urib, o'xshib urda birni ursak, buning so'nggacha qilmasi mumkin. Keyin qanday qilamiz endi? Endi to'lamalaysa, urganni urib qilib, endi to'lamalamda mumasilma hech kim narsa bo'lib qoldi. U ya bo'lardi. Bu da bir qatim yana shuni urib chaqilamiz, chaqilmadi deb, yana bir qatim bo'lsa, ikki qatim urish bo'ldi. Qisas bo'lmadi, mumasilmada. Bir qatim urib chaqdan, ikki qatim urib chaqdan. Yoki qattiq bizni ursa, uzliblam yo'qlab ketishi mumkin. So'ngaklam chaqilmay, go'shni uzlib, sizni alim qilishi mumkin. Ya o'lib qolishi mumkin. Buni mana shu zamani qisas Hozirda shunda hamma narsani tayyorlab turib, vaqt bilan qanday qilib nima qilish mumkin. Va bihi qala Abu Hanifa illa annahu istathna as-sin. Faqat tishlam isnab. Tishin chaqilsa qisas olmasmoqchi. Bosh sonida qisas qilmaydi. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا قصاص في عظم. بنودمو من رواية كبتو. يعني ابن عباس رضي الله عنهما دمو عشان رواية كبتو. وكذلك عن عمر رضي الله عنه قال أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستذكار ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد في السن المكسورة من حديث أنس. من ثبتت جمش هذا بخاري ذكر سن بكش كتاب الله القصاص ذكر صابه الربيع رضي الله عنها bir jariyaning sundiribdi. Zaxlangan qizning jamoat kelgan chog'da Rasululloh Kitobulloh al-Qisas dedi. Jonlar Anas ibn Nadir Alloh la tuksar saniyatuha deb qasam qildi. Shundan ziyon shurutsiningki oilasi diyetasining biz rozi degan ekan. Inna min ibadillahi man aqsama alallohi la abarrahu deb bandalarning shunda bandalar borki qasam qilsa Alloh taolo bu bandaning qasamlarini buzmaydi. Buzmay turishga nisb qiladi. Shunda Kitobulloh al-Qisas dedi. Yani tishin chaqalayotganda Kitobulloh al-Qisas degan Rasululloh. Bu shu sabit ali sayyidis. قال وقد روي من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل. مفصل يعني شو؟ بوغمدن دو مفاصلدن. Ha? Mش مفاصلدن. Boğumdan kesiltilmegen. Mana o'ttirdim joyga kesiltilgan so'ngakda qisas almagan deb kelgan. Qo'l chiqrasiyu Ko'char qisas qildi. Chunki bo'g'imdillam chiqdi. Illa ana laysa bil qawi degan bu hadis ojiz demakchi. Masalan, beg'ishtirlam yoki kesilsa qisas qilgan. Jeynakdan yoki qisas qilgan, arliqdan kesilgan bo'lsa, nima uchun sen bu arliq hammadan bir-biriga o'xshamaydi. Ma'lumki 30 sant yerdan kesgan bo'lsa, uni 40 santdan kesishi mumkin. Ularga mumasil bo'lmay qoldi demakchi. وروي عن مالك أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ. مش شيء أش عمرو بن حزم باوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزباغان أشو قرزلا سنن وديات أحكامlar yazılan kitabını saklagan aş kişi vali deyler mi? Şu Yemen'in bir vali. Şunun oğlu Muhammed, onun oğlu Ebu Bekir. Demek bu Ebu Bekir'in şu yani bir valisi olması gerek. Bu yurtının sonkini sunduratgandan icra qilgan. Bu xuddi şu çok Rasululloh şu ko'rsatgan bu ish qilgandi deb o'ylaydi. واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس. اتفاق كيف يقولون أتكلم كده أصل دودو. أيال كشنو ترتب قاسا أكشة. أرنن ديتن يرمي تلاقي دودو. بوند اتفاق ده. لكن أزالنا زخمنا ترتب قاسا
er kishining a'zolarining to'limining yerim bilanmi bo'lmaydi degan ixtilof bo'lgan. Ya'ni bu mazhabda o'xshash deb turgan. Vaqtalafu fi diyat ash-shijaj va a'da'iha. Hamda mush ayol kishining kanda nafsda ittifoq. Lekin beshni yerib etgan, ya qo'l putini kesib etgan, ko'zini qo'yib etgan mush ahvollarda ayol kishining badan a'zolarining to'limi er kishining badan a'zolarining to'limining yerimi bo'lamdi yoki o'xshash bo'lamdi deganda ixtiloflashib qoldi. فقال جمهور فقال المدينة تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية. Bu a'zolarningki biz o'xshash deb qaraymiz deydi. O'xshash deb qarab, to'liq bir diyatning, er kishining diyatining to'liq miqdorininki 3dan 1ga yetganga qadar o'xshash muomala qilaveramiz. 3dan 1ga yetib qolsa, masalan, bir a'zoninki diyati 33 tegidan shunda oshgandiganlar, u chaqda to'xtaymiz deydi. Lekin masalan, bir kishini sundirib 5 tega, er kishining bir kishini sundirib 5 tega. Bir barmoq 10 tega, er kishiniki barmoqi ayol kishiniki olsa bir barmoq 10 tega. Lekin shunda kelib bir qo'lga 50 tega desa to'xtadi. Bu sulusi diyada ishib ketdi. Fayda balagat sulutat diya adat diyatuha ila an-nisf. Shunda ishib ketganlar oxirga turganmiz. Masalan, bir qo'lga kesibdi 50 tega dedik, shuni 50 tega to'xtadi. Va 33 tega degan sulusidan ishib ketib qoldi. Mana 50 tega qaytirmas 25 dan qaytirdi. Ayolni o'tirasizdan shaxsiy kelmaydi qarashlar. Bu qarashlar mushu islom fiqhining soat ba qarashlar. Umum bir jantusa bilan ben so'zlarni. Tangidan shaxslarga lekin jonda ittifoq. Jonda yerimi keldi deb ittifoq. Qisasda qisas kelaverdi. Yani er kishi ayol kishini turib qolsa qisas keldi. Lekin diyatda yerim dedi. Ham shu diyatda yerim degan qarashni ba'zi olimlar chiqishi mumkin ya o'xshash bo'ldi. Ya ittifoq ba'zi nima? Lekin ko'rsab akasanlar diyatning nafsini o'xshash deydigan. Masalan, Shayx Muhammad al-G'azali deyishi mumkin. Diyatga o'xshash dedi. Nafs bu nafs. Endi bu ayollarning yerimi bo'ldi degan hadisni ojizlatish mumkin. Chunki hadis olimlar hamda uningda ojiz deb qaralgan ba'zilar bor. Ko'pchilik saydigan bo'lsin. Buningda anglab rivoyat qilgan hadis emas bu. Maktubda yozgan narsa. Endi hadis olimlarining qarshida anglab tahammül qilish eng yuqori daraja. Kitap yozib qoldirish to'rt daraja. Chunki fulan an fulan kitaba deb qo'ydi. Bu degani bular uchrashib anglab bunda tahammül qilib hadis tuganmagan falani shayx yozib qolgan kitobni ko'rib bilan shu kitobidan o'qib olgan. Undan bu rivoyat darajasida to'rt daraja turdi. Undan bu diyeti o'xshash deydiganlar ash Amr ibn Hazmning kitobini ojiz deb uni kitob qilsa diyeti o'xshash deyaga kiralaydi. Hozirgi zamonda ayollar, erlar barabarligi, masalan Fransiya inqilobi chiqdi. Al-adala, al-hurriya, al-musawara. Hozir dunyoda bozor topgan bir qarash. Hamma tang barabarlik. Ayol kishi bu nafs, bu inson nolkin buni diyetimi o'xshash bo'ldi desa bu qarash bozor topdi. Ya diyetmaslik chiqib qoldi bu o'ja faqatlar İslamiyet'in bu acayip kadınlarındaki bu sırtta bir Allah insan Allah Türkiye'nin ahvalatını görse ki maya kitap varsa başka bir şey olmadı kendir. Hazır bu cinayetinin ahkamlarını okudum mesela. Ölümlerinin ne kadar sarf kılıp, kanda tahlil kılıp, müşunda bekitkenliklerini, bunun üstünde fikir erkinliği. Yani birinizden onda fetvaga şu hem beyden her xil o'ylab her xil nimani yani ijtihad dairesida o'tirib qo'yganlik har xil fikrlar bor, rangarang fikrlar bor. Endi bu bizning amaliy hayotimizdan yani islom degan shunday bir ruhoniy bir din emas, amaliyotda hayot sohasida maydonlarda amaliy ijro qilingan qonun ekanligi aniq belgilangan. Yani bu cinayetge şu kalbini kesildiğen, kol kesildiğen, unutulduğun iş. Bu şu resmi yaşap duruyorken real hayatta icra kılışını direkt vurdum ama. Aslında icra kıldığı mesela ki dünyada konuşma kursu kalırsa
bu qozidan o'tib o'ngini uzatib tuxum qozi ijro qilish kerakmi yoki shuni o'zi ijro hududlarni qozi ijro qildi. Hammadan o'zini haqqini unday yo'llash. O'rmonlik qo'moniga qozi haqqini hukm chiqargandan keyin unda bu jinoyat qilindi. Bunun ko'zini quyotib islom isbotni qo'llash. Guvochi, isbot, uni olgandan keyin unda ijro qiladi. Şu ayetçinin en kısa topluluk, yani bu yüzden cinayet topluluk yani nasıl olur? Yani ayıp yapamıyorum. Agar unda bo'lgan bo'lsa, bu dalil qilib aytildi. Bo'lishi mumkin ajiz va boshqa fitrab turmaydi. Ana shu fitrab turganni Amr ibn Hazmdan keldi. Undan qolib qolsa, uni Amr ibn Shayb an abihi an jaddihi muajrabis. Lekin va fi nafsi 100 min al-ibl degan bu dalil shu o'xshash deganni bildirdi. Alaysat nafsa فقال جمهور فقهاء المدينة تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل. Mesela 30'da işçilikten şunda aşkınlık kıllam kaççıda yana yerime uçup kaldı yani bunda mesela 50 tüyge çıkıp kalsa bir kolunu kesip 25 küçük kaldı demek için. Yani diyette a'daiha min a'daihi. Yani her bir kişinin azası bu duyulduğun ayol kişinin azası meselesinde yerimden buldu demek. Misal ذلك أن في كل أسبوع من أصابعها 10 من الإبل وفي 2 منها 20 وفي 3 30 وفي 4 20 وفي 4 deyiş gerekti. Şunda 30 aşkanlık yıllam 40 çıkanlık yıllam yerime uçurup koyduk 20 uçup kaldı. 30'luk koyup uçurup kaldı. Yok 30 bulmaydı. 10, 20, 30 buldu. Lekin 30 yapılıp, vaqti 40 o'tkazgan chaqda 33ni ishib ketdimi? Lekin 40ni 20 bilan tushirib qo'ydik. Yoki juqonni kesayotgan bo'lsa 50 bo'lib qoldi, vaqtida 25 tushirib qo'ydik. Va bihi qala Malik va ashabuhu wal Layth ibn Sa'd. İmam Ahmad mumshulun billah. Wa rawahu Malik an Sa'id ibn al-Musayyib wa an Urwa ibn az-Zubayr. وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ومذهب عمر بن عبد العزيز. وقالت طائفة بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى المودحة. مودحة باغچة. مودحة biz ustixonni yalang'ochlab qo'ydigan bosh yeritishdan aytildi. Bosh yeritishimizda ustixon esilib qolgan qadar bo'lgan mutalahima al-badi'a ad-damiya simhaq masalan. Ajna degandek yaralarda er kishida o'xshash bo'ldi. ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل وهو الأشهر. عند مودحة تكسى وشغدا أرنينكي يرمد بولدو وهو الأشهر من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود شكل قرش كلاب ما هو مشهور رقيقا وهو مروي عن عثمان رضي الله عنه وبه قال شريح وجماعة. بنو ماخذة يسوى قرش كان. وقال قوم بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره. ما هو رسم قياس بويشمه هم مستا يرم بهاولا مانغدو خدا نفسه يرم بهاولا مانغدك. وهو قول علي رضي الله عنه وروي ذلك عن ابن مسعود. جقدك قراش ابن مسعود مشهور قرشه ما هو مشهور مسرق قرشه إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أولا. جقدك ابن مسعود مشهور كأن قراش. وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والثوري. حضرت أبي ذنك مش قراشنا أبو حنيفة شافعي ثوري تتبنا بده هم ماذا يرم دنوج. لكن أبو حنيفة أطرافته يرم دمسك ممكن سنكتب الله أصدر شرلقان بالك. وعمدة قائد هذا القول نمشي يرم دنوج أن الأصل وأن دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت. ayol kishining yerim bo'lgan ekan. Bu bir asl qoida bo'ldi. Bu asl qoida bo'yicha mingmirmiz. Toki sayyisin biz kiriblar ham asl qoidani tashlab manda hisoblan deydigan bo'lsa-da shu chaqda. Lekin dalil sabit kamida, lekin biz bu qoida bo'yicha mangdik. Idil qiyas fi diyat la yajuz. Chunki diyatda qiyas qamlashmaydi. Va bi xosatin
لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا للقياس. تخينا أزوسا مندا جقوس مندا ده جقوسا يرمو شروع قيمز أزوس أخشش ديندك مندا فرق قراش قياس قزت. ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه. شنو وجن ربيعة سعيد بن المسيب كان تواندم زيدان أشو سوزنا دينتري. ربيعة يعني ربيعة الرأي. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن إمام مالك أستاذه. سعيد بن المسيب. وش كلام بالمنازل السقام لك شرب كان. ولا اعتماد للطائفة الأولى إلا مراسيل. برنج قرش تك الله مرسل روايتن دليل ربادي. İşten bir de eşip ketip kaçlan yerime uçurup koymazken qarash. وما روي عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة ابن أبي عبد الرحمن كم في 4 من أصابعها تدبر مقه كسب كسا أيل كشنا قنسة تلم كلدو قال 20 جيمات تدبر مقه جيمات أسقرب نشكرك جيمات يعني كان قلت حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلهاÜşbarmakka kesip ketken bolsa 30 töküldü deyipten. Yani bu musibeti tahama egirlişip ziyanını jiqraq tatqan çağda 23 qolamdı. Yani 3 barmakka 30 töge, 4 barmakka 20 töge qolamdı. Bu resmen de aqli xayishma. Qala a'iraqiyun anta. Sen Iraqlı. Qultu bel alimun mutathabbitun aw jahilun mutaallimun. Şu an ben dedim dedi Rabia dedi. Yok belki ben obdan bir aniqlab olay deb tekshirayotgan olim yoki bilib olay deb o'ylayotgan jahil debdi. Qala hiya sunna. Yani Said ibn Musayyibning bergan javobi bu shu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunda bekitib bergan buni. Bu tavqif demoqchi. Nima sen kallish ketsan bu to'g'ri chiqmaydi. Bunda buldukda ta'abbudi biz qabul qilamiz. Bash ustiga deb qabul qilamiz. Bizimiz kallı işletip ketib, bu qanday gap, aqlimizda o'tmaydi degan ish yo'q biz. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل عمرو بن شعيب عن أبيه وعكرمة مشunda qarash Rasulullohdan rivoyat qildi lekin bu mursal rivoyat qildi demoqchi. Yani ajizroq rivoyatda kelgan. Rivoyatimiz kelgani 23 yil bo'lgan, kuchlar surasini eshitib kelsin degan bo'lgan-ki. Yo'q, bu emas. Mush 20 degan mush qarashni bakchasi. وقد رأى قوم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب العمل به. بعض علماء sahabenin bir meselege sözüye karşı kıyas kızıp kalsa kıyasını taşlatıp sahabenin sözünü almaz dep qaragan. لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف. Çünkü bu adetdeki şu kıyasını çokum Resulullah'ın bir ko'rsatma bo'lg'achqa tashlatgan deb tushunmas. Bu kıyas bo'yicha ish qildi. Lakin fi hada da'fun. Lekin mushunda desakmi bu qarashda sal ojizlik bor. İz kana yumkin an yatruka al-qawl bihi imma li'annahu la yara al-qiyas. Balki qiyas qilsak bo'lmaydi deb qaraganlikdan uni amman bo'lishi mumkin. Qiyas bo'yicha amman bo'lishi mumkin. Va imma li'annahu aradahu fi dalik qiyasun tan. Yoki yani boshqa bir qiyas. Ma qiyas taqishib qolgachqa, ma qiyas bo'lmay yana bir qiyasni olgan bo'lishi mumkin. Yuqorida mesela ish qiyas taqishib qoldi-ku. Aw qallada fi zalika ghayruhu. Yoki shu masalada mesela miyal bir sahabe manda degan bo'lsa, qavli sahabi bo'lgan bo'lsa, buni ammay degan oyat yana bir sahabening so'zini tutgan bo'lishi mumkin. Fa hadhihi halu diyat ijrah al-ahrar. Demak, yuqorqilar hur kishilarningki badanlarga qilingan jinoyatningki ahkamlari va to'lamlari. Wal jinayati ala a'da'iha az-zukur minha wal inath. Ashhur kishilarningki erlar olsun, ayollar olsun badan a'zolariga qilingan jinoyatlar va uning to'lamlaridir. Wa amma jirah al-abidi wa qat'i a'da'ihim inda qullarning badan a'zolarining to'lamlari kelsak, fa innal ulama ikhtalafu fiha ala qawlayn. Olimlar bu masala ikki xil qarash bo'lib qoldi. Faminhum man ra'a anna fi jirahihim wa qat'i a'da'ihim ma naqasa min thaman al-'abd. Shu hukuma degan shu. Biz o'radimninki nima hukuma desak, qul deb faraz qilib turib qultiqqa, adam shu o'zi qullan. Faraz qilib tutamaymiz, o'zi qul. Masalan, saq qulni bir baholdiq,
qo'li kesib o'tilgan cho'loq holatda bir his olsak, birisini ba'zi 15 ming ko'y saqolatda, birisi 10 ming ko'y chiqqan bo'lsa, qo'lning qimmati 5 ming ko'y ekan deymiz. ومنهم من رأى أن الواجب في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الجراح من ديته. Mesela şu cinayet işlengen a'za şunun diyeti, şu tuluk diyetinin neç persentine gelgen bolsa, kımmetinin o şunç persentine bağalap, şunç persentine tutup alınmaz diyenler bak. Mesela 10 bin koy. Bu kulunun diyeti 10 bin koy gelgen bolsa, mesela şu diyetine bunun kımmeti de bir soğuk. Diyeti bu şunun kımmeti. 10 bin koyluk kul gel bu. Hem de bunu kuluğa cinayeti, kulu kesiltildi. Qo'li kesib o'tilgan bo'lsa, asl diyetida qanday bo'ldi? Yerimga yetkilamda. Undan 10 ming ko'yliq ash qulninki bir qo'li kesib o'tilgan bo'lsa 5 ming ko'ydan misollaymiz. Fayakunu fi mudihatihi nisfu ushr qiymatihi. Undan mudiha 5 yerib o'tgan ahvolda qimmatining undan birning yerimi dedi. Yani 5 min al-ibil batg'o mudihati 5 min al-ibil mutta. Undan keyin shunday hisoblaymiz. Yani diyetininki persentini hisoblaymiz demak. Yani diyetininki bir kishininkiga kirgan shu persentini qimmatidan tutib olamiz. Tushunish bo'ladimi? Mesela bir qo'lni kesayotgan bo'lsa, aslan diyetidan odatda diyetining yerimi bo'libdi. Endi hozir bu qulning bir qo'lni kesayotgan bo'lsa, qanday qilganmiz? Buning qimmati 20 ming ekan. 20 ming bo'lsa, bu qo'lnikini 10 ming hisoblaymiz. O'zimning yerimi? Adama diyetning yerini hisoblash bilan qimmatning yerini hisoblashga o'tkaldi hozir. Endi yo'ri bo'lsa, diyetining yerini hisoblaydik bir qo'lga. Pul olgan ekan, qimmatining yerini hisoblaymiz. Chunki bular qiymatuhu balag'atan mabalag'a degan. Pulni o'tirib qolsa, qimmati keladi o diyet qilmaydi degan. Bu qimmat hozir pulni saqlab hisoblab, qo'lni chuloqlab hisoblab, shuni ortiq qimmatimi yoki to'liq qimmatimi? Ya, pulni to'liq hisoblaymiz. Pulning ba'zi bor. Pulni necha pulga oldi? 20 ming ko'y oldi. 20 ming ko'y olgan ekan, buni bir qo'lni kesib olsa, agar normal qilsa bir diyetning 20 kilometre, undan 20 ming ko'yning 20 kildi bu shunday. Chiqol gizakda 20 ming ko'y. 20 ming ko'y kildi. Bir ko'zni qo'yib olsa 10 ming ko'y kildi. Bu qimmati bir o'radan necha tushunimizda qattiq bo'lib qolsa, kechish mumkin. Çünkü hazır mesela Merkez koyunu 16 milyon kaptı. Belki bazı adamlar 100 milyon kapması mümkün. Lekin burunga kulladın mı mesela? Her sazanda, nakşçı, hazırki şu çolpanlar da burun kullu şu. Burun aç hocayının konuları düşen şunun aldığı çıkıp usul oynap, nakşı itip şunda kıldığı Allah hazır anda o kul hocayın meselesi olması mı? Kuldan şu tamaşabillah şunun hocayında, şunun aldığı çıkıp şunun konularında demek hazır anda aç çolpanlığımız. Bazı adamlar bir kattım şunu da kürüşülüp ölüp kessem parmağım yok dedi. Bazı varsa 1 minutluğa 1 milyonu nakş ettiler. O da tepek kımmatlıken bu. Neçe milyonluk adam buldu. Aşında kullu buluşu mümkün. Dan çıkargan nakşçı, dan çıkargan usulçı. Nalkin bunun kımın neçe milyon bulup buluşu mümkün. 10 milyonluk bir nakşçı dedekilip varsa, bir qo'lni kesib olsa 5 milliondan nima keldi demak işte. Birinchi ko'zlar nima faqat qo'ldan keyin pulni hisoblayapti. Masalan, tirik saqlasin mashg'ul, cho'laqlasin mashg'ul, shularni hisoblayapti. Pulni hisoblaymiz deydi. Ikkinchisi qimmatdan yerini o'xshash. Ya qimmatini yermini emas. Ay diyetining mush a'zosi diyetining necha persentini kelgan bo'lsa, qimmatining o shuncha persentini egallaydi demak. Yani bu bana qarashim hozir belki biz shuna o'tirib tadqiq qilib bir yil o'ylansak yetilmaydigan qarashim. Oddiy gap emas. Mana fayakun fi mudihatihi nisfu ushr qiymatihi. Demak bu yerda hozir diyetning gapidan qimmatining nisbi o'tkilib ketdi. 5 to'ga deblar. Shunami? 5 to'ga aslida.
nisfil ushr 100'tügiden 5'tüg oldu hürninkide. Unda hazır mağanda kımmetining 10'dan 1'ning yarmi. Kımmeti 10 milyon bo'lsa 1 milyonning yarmi 500 ming ko'yildi. Bunday hisoblaymiz. Va fi aynihi nisfu qiymatihi. Mana bir ko'zni olib qalsa qimmatining yarmi, diyetning yarmi bo'ldi, biz qimmatining yarmiga yetkazdik deydi. Wa bihi qala Abu Hanifa va Shafi'i wa huwa qawl Umar wa Ali radhiyallohu anhuma wa qala Malik. Demak, shu Abu Hanifa va Shafi'ning qarshi azr qala jalliq. Sahabadan salaflar bor. وقال مالك يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه إلا مودحته ومنقلته ومأمومته. İmam Malik debdi, ilgirki birinci qarashga o'xshash. Ma naqasa min thamanil abd. Qimmatidan nisbini kemaytirayotgan bo'lsa, shu jinoyat. Shu kemaytirayotgan qimmatdan to'ltimas. Masalan, shu qulninki bir qo'lni kesib o'tdi. Qo'lni ikki qo'li saq holatda 15 ming ko'y deb hisoblagan bo'lsak, qo'li cho'loq holatda satsak 10 ming ko'y qilgan bo'lsa, unda 5 ming ko'y to'lan qildi der ekan. Lekin ilgirgi birinchi qarashdan farqi, ular mudahana, munaqqila va ma'mumana istisnoga chiqarib o'tdi. Bularda fafiha min thamanihi qadr ma fiha fil hurr min dati. Bu shu ishida ma ikkinchi qarash yo'q Abu Hanifaning. Shu qarashga o'tkazib turdi. Demak, bu hozir birinchi qarashda ikkinchi qarashdan keyin ikkilisini qurash turgan qarashgan. Ma'na qasabdan tamani deganda birinchi qarashni tutdi. Ondan qadr ma fiha fil hurr min diyatihi deganda Abu Hanifaning qarashiga o'tkazdi. Ya'ni fil ma'muma va munaqqila va mudiha jinoyatda Abu Hanifaning tutdi. Boshqa jinoyatda birinchi qarashni tutdi. Bundan ki bunun uzun bir qarışı yok. Başkalarının iki qarışını bundan aralashtirib tutup. Ve ondatil fariqil awwal teşbihuhu bil arud. Birinci qarashninki delili buni malmata, tovarga o'xshatib qo'ydi. Mesela qanday bir narsani telefonda jizib etdi, kiyimni jizib etsa, shuni qimmat qancha kemaygan bo'lsa, shuni to'laydi. Shunga o'xshash nima? وأما الفريق الثاني تشبيهه بالحر إذ هو مسلم ومكلف. شكيني قرأت كده يرجع خشته. إمام أبو حنيفة شكون باب قرأت. Çünkü bu Müslüman, bu insan mükellef, ibadet kılışı okşaş. Allah Teala hitap kılgan bununla bu tavar malumata bahayımıza okşamayı demek. ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة. Bir kişi, yani baş kul olsun mümkün. Bir kulunu zahmelandırıyor. Demek bu bir hata zahmelandırış bulup kalsa, إذا جاوزت الثلث, 3'ten 1'den işitip kalsa, kulgu cinayet işlep kalsa, muşu kulgu biz tüleydiğen aş pulni, hata cinayet bu. Kastamda başka gap var. Lekin hata cinayette şu to'laydigan to'lamni jinoyat ishlovchi yendim biramdi yoki uni urug'qilib bo'lamdi demoqchi. Ya'ni bu hozir pulninki deydi hali bir yengil bo'lib qoldi. Yengil bo'lgandan keyin o'zini yendilam biramdi degan masala kelib chiqsin. 3'ten 1'dan eshib ketib qolsa, aqila to'laydi. Chunki 3'ten 1'dan oshgandan keyin bu xil ig'ir, yolg'iz to'lab bo'lmaydi deymiz. واختلف فيما دون ذلك. 3'ten 1'den az olup qalsa ixtilafdan. فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة إن العاقلة لا تحمل من ذلك إلا الثلث فما زاد. 3'ten 1'den eshib ketib qolsa, andan aqila to'laydi, bo'lmasa yanchiqdan to'laydi. وقال أبو حنيفة تحمل من ذلك العشرة فما فوقه من الدية الكاملة. To'liq diyatdan 10'dan 1'dan eshib ketib qolsa, andan aqila to'lashab birdi, bo'lmasa o'zi to'layadi uni debdi. وقال الثوري وابن شبرمة المودحة فما زاد على العاقلة. نصف العشر deydi, 5 tugidan eshib ketgan ahvolda aqila to'laydi debdi. وقال الشافعي وعثمان البتي تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ. Bular az olsun, ko'p olsun, xatolan jinoyat bo'lgan aql ko'tarib. Chunki xato degan hudab biz uni yengillatishga tirishgan ish. Alloh taolo uni gunohini kechirib o'tgan tursa, biz unga yordam qilmasak bo'lmaydi.
وعمدة الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ. مش قاعدة تغرمنا أصل قاعدة خطأ جناية الأبقاسة أشو ارتقالره قوم جماعة تلشق الغشوة. فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل. لكن مش أصل قاعدة تخصيص كلتر عقلة تلميدو تليدو ديدغان بريلم الأبقاسة دليل بوز كالتوش بلدو دليل يوق دمكشي. ولا عند للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول به ومشهور. المتقدم كان قراش قيسا sulus degan. Buni faqat lamamda sahabe kiramlar shunda ish qilgan va unda mashhur voqealiklar bo'lgandan boshqa dalil yo'q. Shu dalil o'zi yetarli bu. Qavli sahabi va qada sahaba bunda hujjat bo'laveradi asosan. Hazrat Umar shunda hukm qilgan degan rivoyatga tayanmoqchi deydi. Hazrat Umar hukm qilgan bo'lsa, mayli shu dalil bo'laveradi. وهنا انقضى هذا الكتاب والحمد لله حق حمده. من مشاهدة مش كتاب يعني كتاب الجناية تمام بلده والحمد لله رب العالمين. هذا رمز الشروط تقال قمتني سوليد غلمهم ya ki diyet vardır, verim diyet vardır Allah'ım, ya ki okşuz diyet vardır Allah'ım, var mı sen? Hoşuz gidiyor. Diyet kısmı, üçten birinin tahtı misalaydı. Kımmeti kısmı, üçten birinin tahtı misalaydı. Ondan sek. Kımmeti çıkışı mümkün. Çıkışı mümkün. Peki şunu kısallaştırmaya okşuşun. Üçten bir.